Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Hindiston 24-36 soat ichida hujumni boshlaydi, Pokiston vaziri. Tramp qanday vaziyatda Ukrainaga yon bosishini ochiqladi. Medvedev Rossiya va AQSh dushman emasligini bildirdi. Rossiyaga bosim 8-10 kun ichida kuchayadi, Makron. Hajga ruxsatnomasiz borganlar 10 yilgacha deportatsiya qilinishi mumkin. Afg'onistonda 1 gram oltin narxi $100 ga yetdi. Kiyev Putinning sulh taklifiga munosabat bildirmadi, Peskov. Hindiston 24-36 soat ichida hujumni boshlaydi, Pokiston vaziri. Hindiston yaqin 24-36 soat ichida Pokistonga qarshi harbiy harakatlarni amalga oshirish niyatida. Bu haqda ishonchli razvedka ma'lumotiga tayanib, Pokistonning axborot va radio eshittirish vaziri Ataullah Tarar ma'lum qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Hindiston go'yoki Kashmirdagi teraktga Pokistonning aloqadorligi haqidagi asossiz va uydirma da'volar bahonasida hujumni boshlaydi. Mintaqada Hindiston o'zini sudya, hay'at va jallod sifatida ko'rsatishga urinishi bu mas'uliyatsizlik bo'lib keskin qoralanadi. Pokiston o'zi ham terrorizm qurboni bo'lgan davlat sifatida bu teraktning azobini yaxshi tushunadi va uni dunyoning istalgan nuqtasida istalgan shaklda qat'iy qoralab kelgan, dedi Ataullah Tatar. Vazir xolis ekspertlar komissiyasi ishtirokida terakt bo'yicha tekshiruv o'tkazishni taklif qildi. Biroq Hindiston bu taklifni rad etganini bildirdi. Afsuski, Hindiston vaziyatga aqlan yondashish o'rniga butun mintaqa va undan tashqarida falokatli oqibatlarga olib keladigan to'qnashuv yo'lidan borishga qaror qilganga o'xshaydi. Ishonchli tergovlardan bosh tortishning o'zi Hindistonning haqiqiy niyatlarini fosh etuvchi yetarli dalildir, deya ta'kidladi Pokiston vaziri. Siyosatchi sun'iy ravishda qo'zg'atilgan jamoatchilik fikriga asoslanib, strategik qarorlar qabul qilish achinarli va qoralanishga loyiq ekanini bildirdi. Pokiston Hindistonning bunday harbiy avantyurasiga shubhasiz va qat'iy javob berishni yana bir bor ta'kidlaydi. Xalqaro hamjamiyat vaziyatning keskinlashuvi va undan kelib chiqadigan oqibatlar to'g'ridan-to'g'ri Hindiston zimmasida ekanini anglashi lozim. Xalqimiz Pokiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini har qanday sharoitda himoya qilishga bo'lgan qat'iy azm va qarorini yana bir bor tasdiqlaydi, deya xulosa qildi u. Tramp qanday vaziyatda Ukrainaga yon bosishini ochiqladi. AQSh prezidenti Donald Tramp rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning ayrim harakatlari uni Ukraina tarafini ochiqcha qo'llab-quvvatlashga undashi mumkinligini aytdi. Bu haqda u The Atlantic nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Tramp mazkur intervyuda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonida bo'lishi majburiy emasligini qayd etdi. Men Zelenskiy bilan muammolarga duch kelganman. Bu yerda shu kresloda o'tirgan paytida siz ham bunga guvoh bo'lgansiz va u aytayotgan gapimni tushunmagan edi, deya Tramp fevral oyida Oq uydagi shov-shuvli uchrashuvni esladi. AQSh prezidenti agar Putin 24-aprel kuni Kiyevga qilingan zarbadan so'ng aytilgan to'xtang degan chaqiriqni inobatga olmasa, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishini aytdi. U Kreml harbiy harakatlarni davom ettirsa, AQSh Ukrainaga yordam berishini ma'lum qildi. Tramp yana bir bor Ukraina urushini to'xtatmoqchi ekanini ta'kidladi. Uning fikricha, agar u urush boshlangan vaqtda prezident bo'lganida, bu urush umuman boshlanmagan bo'lardi. U yaqin hafta Ukrainadagi urush tugashi masalasida juda muhim bo'lishini qayd etdi. Rossiya harbiylarining Ukrainaga dahshatli zarbalarga qaramay, Tramp hamon Putinning tinchlikka intilishiga ishonadi. U Kreml rahbari butun Ukrainani egallab olishni xohlagani, ammo aynan Amerika yetakchisi tufayli bunday bo'lmasligini aytdi. O'ylaymanki, u aytaylik, meni hurmat qiladi va men tufayli u butun Ukrainani egallab olmasligiga ishonaman. Aslida u butun Ukrainani egallashni istagan, dedi Tramp. Bundan tashqari, AQSh rahbari ikkinchi muddatida o'zini avvalgi muddatidan yaxshiroq his qilayotganini aytdi. Birinchi prezidentlik muddatida menda ikkita vazifa bor edi: mamlakatni boshqarish va omon qolish. Endi esa mamlakat va dunyoni boshqarish, deya xulosa qildi siyosatchi. Medvedev Rossiya va AQSh dushman emasligini bildirdi. Rossiya va AQSh do'st ham, dushman ham emas. Garchi yaqinda ikki mamlakat dushman bo'lib qolgandek tuyulgan bo'lsa-da, bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev bilim birinchilar federal ma'rifiy marafonidagi Bizning xavfli dunyomiz, kim aybdor va nima qilish kerak mavzusidagi ma'ruzasida aytib o'tdi. Medvedevning aytishicha, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorlik qilishi shart. Aks holda dunyo beqaror bo'lib qoladi. Rossiya Federatsiyasi va Qo'shma Shtatlar kabi ikkita eng yirik
kuchli yadroviy davlat hamkorlikka mahkum, aks holda dunyo o'zini mutlaqo beqaror his qiladi, dedi u ma'ruzasida. Xavfsizlik kengashi raisining ta'kidlashicha, AQSh prezidenti Donald Tramp yorqin va g'ayrioddiy xarakter xususiyatlariga ega shaxs. Bundan tashqari uning ma'muriyatida professional va xarizmatik siyosatchilar bor. Uning fikricha, bularning barchasi Rossiya va AQSh o'rtasida muzokaralar o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Bu muzokaralar jarayonining imkoniyatiga nisbatan tortinchoq va ehtiyotkorona umidlar uyg'otadi. Yevropa yetakchilari esa qo'rqoq va irodasiz qo'g'irchoqlardir, deya ta'kidladi Medvedev. Shu bilan birga Medvedev Rossiya va AQSh dushman emasligini alohida qayd etdi. Biz do'st ham emasmiz, umid qilamanki, to'liq ma'noda dushman ham emasmiz. Garchi yaqindagina shunday tuyulgan bo'lsa-da, chunki Qo'shma Shtatlarga qarshi gibrid urushda ishtirok etish aslida bizni dushmanga aylantirgan edi, deya izoh berdi Xavfsizlik kengashi raisi. Rossiyaga bosim 8-10 kun ichida kuchayadi. Makron. Yaqin 8-10 kun ichida Fransiya hukumati Rossiyaga bosimni imkon darajada kuchaytiradi. Bu haqda 28-aprel kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Paris Match nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Prezidentga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishi har ikkala tomon uchun ham foydali bo'ladi. Bundan tashqari, Fransiya yetakchisi Rossiyaga bosim tez orada 8-10 kun ichida kuchaytirilishini ta'kidlagan. Ammo tarozining bir qismi Moskva bilan bog'liq bo'lgani uchun ehtiyotkorlikni saqlab qolish kerakligini ham aytib o'tgan. Fransiya rahbari o'z intervyusi davomida amerikaliklarni ishontirganini ham qo'shimcha qilgan. U Rossiyaga nisbatan tahdidlar va sanksiyalarning kuchayishiga umid qilmoqda. Makron bu harakatlarning barchasi Rossiyani sulh stoliga o'tkazish uchun qilinayotganini aytgan. Hajga ruxsatnomasiz borganlar 10 yilgacha deportatsiya qilinishi mumkin. 29-aprel kunidan boshlab Saudiya Arabistoni ruxsatnomasisiz haj amalini ado etganlar va bunga yordamlashganlarga jarima va deportatsiya kabi choralarni qo'llaydi. Bu haqda Saudi gazeta xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, endi ruxsatnomasiz haj ibodatini ado etayotgan yoki ado etishga urinayotgan shaxslarga 20 ming Saudiya riyaligacha miqdorida jarima solinadi. Bildirilishicha, ma'lum muddat davomida Makka shahri va muqaddas joylarga kirishga yoki u yerda qolishga uringan barcha turdagi tashrif vizalari egalariga ham xuddi shunday jazo qo'llaniladi. Qolaversa, ruxsatnomasiz hajga borgan yoki borishga uringan, shuningdek Makka shahri va muqaddas qadamjolarga kirgan yoki u yerda bo'lgan shaxsga ziyorat vizasi uchun murojaat qilgan har qanday shaxsga 100 ming Saudiya riyaligacha jarima qo'llaniladi. Shu bilan birgalikda Makkaga ruxsatnomasiz haj qilish uchun bostirib kirganlar, xoh u yerda yashovchilar bo'lsin, xoh muddatidan ortiq yashovchilar deportatsiya qilinadi va 10 yil davomida Saudiya Arabistoniga kirishi taqiqlanadi. Afg'onistonda 1 gram oltin narxi $100 ga yetdi. Mamlakatda to'y marosimlari uchun oltin olish tobora qiyinlashmoqda. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida arab oltinining 1 grammi narxi $100 ga ko'tarildi. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, iqtisodiy qiyinchilik sabab to'y va unashtirish marosimlari uchun oltin xarid qilish tobora mushkullashmoqda. Aholi oltin narxi tushishiga umid bildirmoqda. Mozori Sharifdagi oltin sotuvchilarning aytishicha, oltin narxining oshishi jahon bozorlaridagi o'zgarishlar, xususan Xitoy va AQSh o'rtasidagi iqtisodiy taranglik bilan bog'liq. Savdogarlar ayollar orasida oltin sotish hollari ko'payganini, sotib olish esa kamayganini ta'kidlashmoqda. Hozirda shaharda 18 karatli oltinning 1 gram narxi 6300 afg'oniy, 21 karatli oltin 7300 afg'oniy, Eron oltini esa 4400 afg'oniydan sotilmoqda. Savdogarlar oltin bozoridagi harakat susayganidan shikoyat qilmoqda. Kiyev Putinning sulh taklifiga munosabat bildirmadi. Peskov. G'alabaning 80 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan sulhga Ukraina qo'shiladimi yoki yo'qmi? Bu borada aniqlik yo'q, dedi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov jurnalistga. Prezident Putin xayrixohlik ishorasini ko'rsatdi va kecha G'alaba bayrami munosabati bilan o't ochishni to'xtatish rejimi e'lon qilinishini ma'lum qildi. Biz Kiyev rejimidan shu kungacha hech qanday munosabat eshitmadik. Kiyev rejimi qo'shiladimi yoki yo'qmi, buni tushunish hozircha juda qiyin, dedi u. Peskovning so'zlariga ko'ra, Kiyev tomonidan bu manipulyatsiyadan ko'ra ko'proq. Vladimir Zelenskiyning o't ochishni 30 kunga to'xtatish taklifiga kelsak, bu barcha nyuanslarni hisobga olmasdan turib mumkin emas, dedi Kreml vakili. Agar bunday uzoq muddatli to'xtash haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda prezident Putin Kremlda aytgani muhim. Bu ham muhim, ammo bu savollarga javobsiz bunday uzoq muddatli sulhga erishish qiyin. Prezident Putin bu haqda gapirdi. Biz bu so'zlarni har safar eslash kerak, dedi Peskov. To'g'ridan to'g'ri muzokaralar bo'yicha Kiyev rejimidan hech qanday javob yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina mojarosini tinch yo'l bilan hal qilishning asosiy oqimiga kiritishga e'tibor qaratgan. Zelenskiyning qonuniyligi bilan bog'liq huquqiy muammolar hali ham mavjud bo'lsa-da, tinchlik jarayoniga kirish manfaatlari birinchi o'rinda turadi. Birinchi qadam bu muzokara jarayonini boshlash, qolgan hamma narsa ikkinchi darajali, deya xulosa qildi Kreml vakili.
Ukraina tinchlik kelishuvi barbod bo'lishi ehtimoliga reja tayyorlanmoqda. Bild. Ukraina Rossiya bilan tinchlik kelishuvi barbod bo'lganda bosib olingan hududlardan voz kechishni nazarda tutuvchi rejani tayyorlamoqda. Bu haqda Bild xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, AQSh Ukraina hukumatiga tinchlik rejasiga rozi bo'lish va o'z hududining kamida 5 dan 1 qismini Rossiyaga berishni tobora qat'iy taklif qilmoqda. Hozircha Kiyev bu taklifni qabul qilmagan va 4 oydan beri AQShdan ilgari va'da qilingan qurollar yetkazib berilishiga ishonmoqda. Shu bilan birga Ukraina o'z mudofaa sanoatini rivojlantirish orqali himoyasiz qolmaslik ustida ishlamoqda. Mamlakatda kamikadze zarba beruvchi dronlar ishlab chiqarish 2023-yildagi 600 mingdan o'tgan yili 1,5 millionga yetdi. 2025-yil oxiriga kelib esa bu raqam 3 millionga chiqishi kutilmoqda. 2 yil oldin dronlar Rossiya yo'qotishlarining taxminan 3 dan 1 qismini tashkil qilgan bo'lsa, hozirda ular 4 ning 3 dan 2 qismini tashkil etmoqda. 2022-yilda Ukraina o'z gaubitsalarini ishlab chiqarmagan edi. Endi esa har oy konveyerdan 20 tada Bagdan o'zyurar gaubitsalari chiqmoqda. Ushbu gaubitsalar uchun 155 mm snaryadlarning bir qismi Ukraina ichida yig'ilmoqda. Endi bizda o'qdorlar bilan bog'liq muammo yo'q, deydi ukrainalik artilleriyachi ofitser. U Germaniya va Fransiya snaryadlariga qaramlik hali ham katta ekanini tan olgan. Asosiy muammo Ukrainada inson resurslaridir. 100 minglab odamlar qurol bilan ta'minlangan bo'lsa-da, 18-24 yoshdagi yigitlarni xizmatga jalb qilish uchun Ukraina Mudofaa vazirligi yangi askarlar uchun ish haqini 2 baravar oshirdi. Ukraina, AQSh va Rossiya o'rtasidagi muzokaralar jarayoni murakkab va ziddiyatli bo'lib qolmoqda. Faol diplomatik sa'y-harakatlarga qaramay, tomonlar o'rtasidagi asosiy kelishmovchiliklar hal etilmagan. Prezident Tramp Qrimni Rossiyaning bir qismi sifatida tan olish, bosib olingan hududlar ustidan Rossiya nazoratini de facto tan olish va Ukrainaning NATOga qo'shilishdan bosh tortishini nazarda tutuvchi tinchlik rejasini ilgari surmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qrim va boshqa bosib olingan hududlar bo'yicha har qanday yon berishni qat'iyan rad etadi. Bundan tashqari, mamlakat aniq xalqaro xavfsizlik kafolatlarini taqdim etishni talab qilmoqda. Moskva kuni kecha Ukraina bilan hech qanday oldindan shart qo'ymasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga tayyorligini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga 4 viloyatdan harbiylarni to'liq olib chiqishini talab qilgandi. Gap Ukrainaning Zaporojye, Xerson, Donetsk va Lugansk viloyatlari haqida bormoqda. Yevropadagi blokkautga nima sabab bo'lgani aniqlandi. Avvalroq Yevropaning Ispaniya, Portugaliya va Fransiya kabi mamlakatlarning ayrim qismlarida effekt energiyasi uzilib qolgani xabar qilingandi. Yuzaga kelgan mazkur uzilishlarga noyob atmosferaviy hodisa sabab bo'lgani aytildi. Bu haqda Portugaliyaning Redes Energetics Naconix elektr tarmoqlari operatori ma'lum qildi. REN tomonidan e'lon qilingan press-relizga ko'ra, Ispaniyada haroratning keskin o'zgarishi, yuqori kuchlanish elektr uzatish liniyalarida anomal kuch tebranishlariga sabab bo'lgan. Buning ortidan Ispaniya bilan Portugaliya hamda Yevropaning boshqa mamlakatlarda ham elektr ta'minotida uzilishlar yuz bergan. Kompaniyaning baholashicha, elektr tarmog'ining to'liq tiklanishi uchun taxminan 1 hafta vaqt talab etiladi. Ispaniyaning Red Electrica elektr tarmoqlari operatori ham keng ko'lamli elektr uzilishlari kuch quvvatining keskin tebranishlari bilan bog'liq bo'lganini ma'lum qildi. Kompaniya vakilining El Pais nashriga aytishicha, tarmoqlarda juda kuchli quvvat oqimi tebranishi yuz bergan. Biroq muammoning aniq sababi hali noma'lumligicha qolmoqda. Elektr energiyasi uzilishi faqat Ispaniya va Portugaliya bilan cheklanmay, Andorra hamda Fransiya va Belgiya hududlarining ayrim qismlarini ham qamrab oldi. Ispaniyada yuzaga kelgan blackout sababli jamoat transporti va svetoforlar faoliyati izdan chiqdi. Poyezdlar harakati deyarli to'xtab qoldi. Lissabon aeroporti esa vaqtincha reyslarni qabul qilish va jo'natishni to'xtatdi. Ukraina urushi yadroviy mojaroga aylanishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Ukrainadagi urush yuzasidan ogohlantiruvchi bayonot berdi. Siyosatchining aytishicha, urush davom etsa, Rossiya va Ukraina jiddiy demografik muammolarga duch keladi. Eng og'iri, yana millionlab insonlar halok bo'lishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Ukrainadagi urush yuzasidan ogohlantiruvchi bayonot berdi. Unga ko'ra, agar mojaro to'xtatilmasa, urush yillar davom etishi mumkin va bu holat yadroviy urushga olib kelish xavfiga ega. Vance Donald Trampga yaqin bo'lgan siyosiy arbob sifatida AQSh ma'muriyati urushni to'xtatishga intilayotganini ta'kidladi. U o'zining muzokaralar borasidagi optimizmi hozir avvalgiga qaraganda kuchayganini ham aytdi. Fransiya qo'shnisi bilan munosabati taranglashgan Hindistonga qiruvchi samolyot sotyapti. Hindiston mudofaa vaziri Ranjat Singh va uning fransuz mavqedoshi Sebastien Lecornu Hindiston harbiy-havo kuchlariga 26 ta Fransiyaning Dassault Rafale qiruvchi samolyotlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi.
Bu haqda kecha 28-aprel kuni Hindiston Mudofaa vazirligi o'zining rasmiy saytida ma'lum qildi. Qiymati 640 milliard rupiy bo'lgan shartnoma 22 ta Rafale M jangovar samolyoti va 4 ta Rafale D o'quv samolyotini yetkazib berishni o'z ichiga oladi. New Delhi qiruvchini 2030-yilgacha qabul qilishi kutilmoqda. Shartnoma shuningdek Hindistonda Rafale fyuzelyajlarini ishlab chiqarish, jumladan samolyot dvigatellari, datchiklar va qurollariga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va kapital ta'mirlash bo'yicha inshootlarni tashkil etishga imkon beradi. Rafale M tashuvchiga asoslangan qiruvchi Fransiya samolyoti 2022-yilda xizmatga kirishi kerak bo'lgan yangi Insvikan aviatashuvchisining havo qanotini tashkil qilishi kutilmoqda. Hindiston fransuz qiruvchi samolyotlari bilan bir qatorda 2009-yildan beri Rossiyaning Vikramaditya aviatashuvchisi bazasida joylashgan MiG-29K kub samolyotlaridan foydalanmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra mamlakatda 42 ta shunday qiruvchi bor edi, ammo ularning deyarli yarmi zaxirada. Ayni paytda aviatashuvchidan uchishga mo'ljallangan Rossiya samolyotlarining xizmat muddati tugayapti, deb yozadi Hindistonning Hindu nashri. Sergey Lavrov Ukrainadagi inqirozni hal qilish shartlarini aytdi. Rossiya Ukrainaning neytral bloklariga qo'shilmaslik maqomi va fashistlar rejimi oqibatlarini yengib o'tishni, inqirozni hal qilish uchun ikkita zarur shart deb hisoblaydi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Braziliyaning O Globo gazetasiga ma'lum qildi. Bizning kelishuv bo'yicha pozitsiyamiz yaxshi ma'lum. Biz Kiyevning NATOga qo'shilmasligi, Rossiyaning xavfsizlik manfaatlariga javob beradigan Ukraina inqirozini yakuniy hal qilish uchun ikkita asosdan biri 1990-yilda Ukrainaning davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyaga muvofiq o'zining neytral va qo'shilmaslik maqomini tasdiqlaganidan kelib chiqamiz. Ikkinchisi 2014-yil fevralidagi davlat to'ntarishi natijasida shakllangan Kiyevdagi neonatsistlar tuzumi hukmronligi oqibatlarini, jumladan rus tili, ommaviy axborot vositalari, madaniyat an'analari, kanonik pravoslavligi, qonunchilik va jismonan yo'q qilishga qaratilgan harakatlari, dedi Lavrov. Vazir ta'kidlaganidek, Rossiyaga nisbatan qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish va Rossiyaning Qrim, Daxara, Laxara, Zaporojye va Xerson viloyatlariga egaligini xalqaro tan olish ham majburiy shart bo'lishi kerak. Rossiya shuningdek NATO, Yevropa ittifoqi va g'arbiy chegaralarimizdagi alohida a'zo davlatlardan kelayotgan tahdidlarga qarshi ishonchli kafolatlarga erishadi, deya qo'shimcha qildi Rossiya TIV rahbari. Shuningdek, Lavrov Kiyevning barcha majburiyatlari qonuniy ta'minlanishi, ijro mexanizmlariga ega bo'lishi va muddatsiz xarakterga ega bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Rossiyadan pora bergan migrantlar chiqarib yuborilishi mumkin. Rossiyalik deputat Sergey Mironov pora evaziga hujjat olgan migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Adolatli Rossiya partiyasi vakili bo'lgan Mironov migratsiya sohasida qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish zarurligini aytdi. U sohadagi korrupsion jinoyatlar oqibati nafaqat pora olgan mansabdorlarga, balki noqonuniy yo'l bilan hujjatni qo'lga kiritgan migrantlarga ham taalluqli bo'lishi kerakligini aytdi. Deputat yaqinda Penza viloyatida migratsiya bo'limi rahbari va uning xodimlari pora olish aybi bilan hibsga olinganini eslatdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorlar migrantlarni legallashtirish va ularni tekshiruvlardan oldin ogohlantirish evaziga politsiya xodimlariga pul bergan. Migratsiya xizmatidagi yuqori martabali poraxo'rlarning xorijdan kelganlarni qonuniylashtirishga yordam berishi birinchi marta sodir bo'lmayapti. Mironov mansabdorlar jazolanishi ijobiy holat ekanini, biroq bu choraning o'zi yetarli emasligini aytdi. Bu xizmatlardan foydalangan tadbirkorlarchi yoki qonunni buzgan holda qo'shnimiz yoki hatto fuqaromizga aylangan yuzlab, minglab xorijliklarchi, ular xuddi hech narsa bo'lmagandek yashashda, boylik orttirishda davom etaveradimi, deya savol qo'ydi Davlat dumasi deputati. Mironovning fikriga ko'ra, pora orqali olingan Rossiyada yashash huquqini tasdiqlovchi hujjatlar va pasportlar haqiqiy deb hisoblanmasligi va ularning egalari mamlakatdan chiqarilishi lozim. Albatta, bu amaldagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Bu borada takliflar tayyorlash bilan bizning fraksiyamiz shug'ullanadi, deya yakunladi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.